Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar podpischiklarim, tinchmisizlar, sog'misizlar? Nima gaplar? Issiqqa charchamoqsizlarmi? Bugun yomon issiq bo'ldi. Kecha bitta video qo'ygandim. Bitta kranni 16 tonnalik man kranchani olib ketgandim. Shofirkondan Qarol bozorga. O'shani akamiz obzor qilib bering, bu kran qanaqa ishlashi qanaqa debdilar. Bu kranni obzor qila olmayman, sababi kranni topshirib boshqa odamga berib keldim. Boshqa odam ishlaydi endi. O'zim ishlash uchun borgandim, ishlayman deb, lekin ishlamadim. Sababi krancha eski, to'g'risi Xitoy kranlarida emas. O'sha uchun ishlash xohishim bo'lmadi kranga. Lekin haydab kelib o'sha Qarol bozorga zavodga kiritib qo'ydim. Yo'lga balon teshib ketdi, videoni ko'rgan bo'lsangizlar. Otilib kira olmay qachaq qilib tashladim hamma joyini. Ish qilib kecha kuni bilan sarf uzashga bo'y kun bo'ldi. To'g'risi o'tgan kecha video qo'ydim, lekin o'tgan kuni olib kelgandim kranni. Shunaqa gaplar. U g'ijdonga 50 tonnalik sandiqga ishlayotgandim. U ham pitakka endi bilasizlar, ish bo'lsa pul bo'ladi, bo'lmasa pul bo'lmaydi. O'sha uchun menga to'g'ri kelmadi. Men Kogondan G'ijdonga borib, har kun borib kelishim kerak, zapravka puli kerak, yo'q yeb ichishim kerak. Yana yo'q o'tay desam joyim yo'q. Mashina ichiga o'tish kerak. O'sha uchun to'g'ri kelmadi, balans bermadi menga. U ishlagan pulim rasxodim bilan barobar bo'lib hisobimga kirmayapti pul. Tushunasizlar? O'shaning hisobiga to'g'ri kelmaydi dedim, bir hafta ishladim o'zi, keyin keldim. Xudoga shukr, hay qo'limizdan yana boshqa ishlar keladi. Boshqa ish qilib turaman hozircha. Akamiz bor edilar, shogird turib o'rganaman deydilar. U kishi ham o'rganish nasib qilmadi. U kishi kelsalar kran buzilib qoladi. Yo bo'lmasa ish bo'lmay qoladi. Ish qilib ana shunaqa gaplar bo'ldi. Hay. Shunaqa gaplar, chiqarlar. O'zlari sog'misizlar, tinchmisizlar? Podpiska qilib turganlaringiz uchun rahmat. 352 ta bo'limimiz. Shu podpiska bosib, like bosayko'rlarga katta rahmat. Like bosmayko'rlar, qattiq hurmatdasizlar. Ko'rib turib like bosmayko'rlar. Nima savollaringiz bo'lsa javob beraman, yozib qoldiringlar. Hammaning ishiga omad. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyin yana bitta gapni aytib o'tmoqchiman bir narsani. Iloji boricha, ha endi hamma ham nima deydi? Eski kran bo'lsa ham kran kimdirlar ishlayapti, yangi kran bo'lsa ham ishlaydi, hammasi ishlaydi, lekin hammani o'ziga yoqqan texnikasi bo'ladi. Endi u Xitoy kranlar bu boshqa narsa ular. Kamaz kran, man kran, bular o'zi boshqa tema. O'shaning hisobiga men o'zim ko'ngil qo'ygan texnikam bu Xitoy kranlari, XMG, Zomilion. To'g'ri, mayda kran qilgan ishni katta kran qila olmaydi, katta kran qilgan ishni mayda kran qila olmaydi. Lekin nima demoqchiman, mayda kran ham yomon emas, ishlaganlar ishlab yuribdi. Lekin meni xohishim yo'q, o'sha mayda kranga ishlamadim. Men o'sha katta kranga, Xitoy kranlarga o'rganganman. Shunaqa gaplar, jigarlar. Bugungi video mana shundan iborat edi. Hammaga omad, kissaga daromad, ishlarga rivoj. Kuzatib boringlar, yana sekin-sekin video qo'yib boraman. Endi imina kran bo'lmasa ham bir sizlarga bo'layotgan narsalarni aytib, ma'lumot berib, sizlarga foydali bo'lgan narsalarni gapirib boraman, borishga harakat qilaman. Ko'rib kuzatishga davom etib, like bosib, podpiska bosib tursangizlar, xursand bo'laman. O'sha gap, nima savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar, javob albatta beraman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.